Hop, Philodendron 90 ming so'm chiqdi. Nomi nima bilmayman, katta gullar. Bu 550 ming chiqdimi? 550 ming chiqdimi mana undan? 550 ming so'mdan mana. Bu ham bor hozircha, yetarlicha bor. Plyonlar. Zimli gullar bor. Xo'p. Kameliya mana kattasi 450 ming so'm. Shifleralar 250 ming so'mdan shoxlagan. 3 tadan shoxi bor. Juda ham chiroyli holat. Dipsis palma 190 ming so'm opti bino. Dehimbaxiya 80 ming so'mdan. Hop, imperator 130 ming. Dracena 160 mingdan. Bunisi ham shunaqa 160 ming. Sensatsiya. Adashmasam yo 160 yo 130 ming atrofida. Hop, mana bu ham Philodendron deb qo'yapmiz. Bu ham shunaqa 160 ming so'm. Dehimbaxiya kattasi 220 ming so'm. Kichkinasi bambuklar katta razmerda qoldi. Donali bambuklar 1 metrligi. 120 ming so'm berilgan kratonlar. Buni ham 160 ming so'm shiflera deb qo'yapmiz. Xo'p, azali oranjevisi qolgan, ozroq miqdorda qolgan. Narxi 55 ming so'm. Kameliya kichkina razmer 50 ming so'm. Keyingi razmer mana 80 ming so'mdan. Gullagan holati, tiniq holat, chiroyli. Xo'p, kameliya keyingi razmer 120 ming so'm. Bundan keyingi razmeri 160 ming so'm ekan, adashmasam. 140 ming so'm. Shu razmerlar, xudo xolasa. Keyingi hozir naryoqda asfaltga qolgan keyingi gullar ham bor, hozir ko'rsataman. Dracena chiroyli holatda, joni ham qattiq ekan. Dipsis palma kichkinasi 140 ming so'm berildi, kichkinasi. Bambuk. Biz yeymiz balog'imi? Chiroyli holat. Qanaqa bu? Dracenani telefon qila oling. Dracena 3 taligi. Adashmasam 130 ming so'm shunaqa edi. 130 ming so'm. 120 ming berilgan archalar asfaltga. Oxirgilar. Eski partiya bular. Skitkadagi bular mana Dracena. Kalanxoya ham shunaqa. Dekabris kompakt 130 ming so'mdan. Qalati eski partiya. Hop, monstralar. Arzon narxda monstralar. 100 mingdan opti narxda skitkada. Bular 60 ming so'mdan sifat filmlar. Kuzatishda davom etinglar. Xudo xolasa yana yangiliklar bo'lsa qo'yamiz inshaalloh. Sog' salomat bo'linglar.